Hammaga salom o'rtoqlar. Sizlar Shohmod kanaliga xush kelibsizlar. Bugun navbatdagi video universitetdan bir kunlik vlog. Hozir o'z universitetda imtihonlar haftasi, o'tgan hafta ham muncha imtihonlar bo'lgan, lekin bugun asosiy imtihonlar haftasi va bugun dushanba. Ertalabdan soat 9 dan endi birinchi darsim imtihondan boshlanadi. Mana universitetimni ko'rsanglar bo'ladi. Sejong University. Mana bu yerda kirish qismi main gate. Mana bu yerda Student Union Building ko'pchilik biladi. Oldin ham meni kuzatadiganlar, bu yerda yana boshqa binolar ham bor. Hozirgi darsda mana bu to'g'ridagi bino. Hozir o'zim bilmasdan nimani videoni o'chirib qo'ydim. Tegib ketdim bilmay. Xullas hozir shu to'g'ridagi mana bu orqamdagi binoda bo'ladi darsim. Xullas videoga like bosinglar, kanalga obuna bo'linglar tezroq. Mingta bo'lishimiz kerak. Hali ham mingta bo'lganim yo'q, eski kanalimni o'chib ketgandan keyin. Shunaqa xullas hozir kirsam imtihonga tayyorlanaman, ozgina presentation qilish kerak. Shundan keyin o'zi boshlanadi. Darslardan ham sizlarga ozgina kusochkalar qoldirib ketaman. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Albatta Koreyaga kelishga qiziqadiganlar. Sekinroq gapiraman chunki odamlar borda, sekinroq gapiraman. Ular shunaqa. Mana hozir universitetda liftdan darsga chiqib ketyapman. Lukka baho berasizlar. Bu yerdan yaxshi ko'rinmaydi ekan. Yaxshi hozirgacha qanday ko'rsataman. Hozir sizlarga sinfxona, Koreya universitetlarida sinfxonalar bor. Bra. Zo'z. Dars xolasini ishxonada bo'ladi. Bu yerda mana imtihonlar xullas shunaqa qilib start olyapti. And today I want to talk about something that affects every single one of us. Every day, sometimes for hours, but most of us never really think about it, how it works. My topic today is how social media algorithms control what you watch. Now I have to do one more thing. Everything I just told you, the rabbit holes, the dopamine loops, the algorithm stealing your time, I stand behind every word of it. Because I'm also a YouTuber and Instagram content creator, but don't worry, I promise I only might make the good kind of content that worth your time. So thank you very much. That's my presentation. Xullas hozir dars tugadi уже. Albatta уже klassdan chiqdik. Bu yo'g'iga уже hozir 1,5 soat vaqtim bor. Libraryga kirib, ozgina darslarni o'qiyman, bog'ini endi ko'ramiz. The time shows deydi, vaqt ko'rsatadi. Universitetimizda yana zo'r narsalardan bittasi bu yerda o'zbek studentlar mana bu yerda narsa tarqatishyapti ekan. Voshi. Assalomu alaykum. Video olsam bo'ladi? Bemalol. Siz o'qiysizmi? Da. Agar bu steplarni bajarsangiz, biz sizga kiyib beramiz. Write your name to the list. Bo'ldi. Please mention our Ko'rdinglar, mana Sejongda o'qisanglar, xullas mana bu yerda har xil o'zlarining narsalari bor ekan. Shu topshiriqlarni bajaradigan bo'lsanglar, bu yerda o'rgash. Bajaramiz, olamiz. Mana xullas burgerlar oldik. Vashi siq. Mana bu yerda ham bor elim. Sal. Tam sigaret chekishadi. Yo'q, bunday boraylikmi degan edim. Qaysi taraf yaqinroq o'zi? Bu yerda yo'q. Bu yerda zina bor. Da, вот. Basharam. 100. 100da nima qorar ekan bor-ku? Quyoshdan nimaga kirganda, soyaga o'tganda birdaniga basharam qorayib turar ekan. Endi mana yaxshi bo'ldi. Keyingi darsga уже nima qilib bilmayman, nimadir qilib vaqt o'tkazib yubordim men bu yerda o'tirib. Уже tezroq borishim kerak, kech ham qolyapman, ona tinamiz. Hozir 3 dan yo'g'i 1,5 bo'ldi soat, 1,5 dan 3 gacha, 3 dan 4,5 gacha ikkita darsam bor. Gap aytilishi shunaqa vaqtliroq tugaydi. Keyin ko'ramiz, bolalar bilan ko'rishsam ko'rishib, keyin ishga ketaman. Xo'sh, shunaqa. Hozirgi darsga ham kirib ko'rsataman, qanaqa bo'ladi dars jarayoni ko'rib olsanglar bo'ladi. Albatta, ko'ryapsizlar. Like, podpiska bosishdan chiqmasin, bratim. Mana shunaqa zo'r kачествоda siz uchun kameralar olib videolar qilyapman. Shuni albatta
qadriga yeting. Mana bunaqa yutishadigan platformasi bor bu yerda Koreya universitetlarida. Davom etdi, shu orqali qilasizlar uni. Professor alohida-alohidadan so'rab o'tirmaydi. Keldingmi, kelmadingmi deb. Hozir mana yutchak bo'ldi o'zi men darsga qatnashgan sifatida o'zi belgilandim. Hozir darsga ham kiraman, menimcha mumkin emas degan narsa bo'lsa kerak. Bitta. Xullas shu. Mana ko'rsanglar bo'ladi fondi, bitta. Mana bu yerda hozir prezentatsiya bo'ladi. Ну, общий sinfxona bu. Ну, shunaqa. Bu darsdan agar kadr olsam olaman, agar ololmaydigan bo'lsam shu bilan keyingi darsda ko'rishamiz. Yig'lab olasizmi? Xullas dars tugadi, o'zi ketsam ham bo'ladik. No, qayerga ketaman, tashqariga chiqaman. Keyin yana darsim bor. Общий. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? O'zbeklar. Universitetimizda meni ko'p. Ishonaveringlar, yaxshi. Koreyslardan ham ko'p bo'lsa kerak. Voy, birinchi tepadan. Keyingi darsimga hali bor, bitta tashqariga chiqib kelsam ham bo'ladi, bemalol. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Tak. Universitetda mana bu yerda kampusi ko'rsanglar bo'ladi. Hozir men bir to'g'ridagi binodan chiqdim. Xullas shu, hozir endi keyingi dars boshlanishiga hali ancha bor ekan, 20 minut bor. Soat ko'rinmasa kerak sizlarga 2:40 bo'pti. 3 ta boshlanadi. Ungacha bemalol hozir bu yerda qayerdadir joy topib o'tirib olsam, dam olsam. Qayerdadan, xullas o'tirib olsam, keyin kiraman keyingi darsga. Shunaqa. O'zi hozir ham yetib borgan bo'lsanglar, men bir nechta o'zbek bilan salomlashdim. Shay ko'p o'zbeklar. Bitta aylanib chiqsak ham bo'ladi, atigi universitetda borasizlar. Давайте. Shunda ham qo'raman. Bu yerda universitetda qancha binosi bor. Bu yerda to'g'rida yana qanaqadir bino bor. Aniq bilmayman, qaysi biri qanaqa. Menimcha bemalol dam olsam bo'ladi. 20 minut. Albatta to'g'rida eng kattasi 2 ekanda. To'g'rida library bor, universitet kutubxonasi. Xullas, ana o'sha ham tugabdi bizdan oldingi yili. Menimcha unda kirsam bo'ladi. Shunaqa taxminan to'rlargacha bo'lsa kerak. To'rdan keyin chiqib aloqalashamiz. Dars paytida video ko'rmasam kerak, katta ehtimol bilan.
Bu darsim ham tugadi. Уже uyga katta ehtimol bilan. Chunki уже bundan keyin ishga ham ketish kerak edi, shu tomoni ham bor. Eng qizig'i boya ko'rsatdim sizlarga men bu narsani yechakda. Oxirgi fanga kelganda esimdan chiqib qolgan ekan yechak yurish. Qaysi bo'ldi, professorga aytib, yaxshi to'g'rilab berdi. Esimdan chiqarib qoldirdi, yechak qilishdi degan edi. Rahmat lekin albatta. Hozir library tomonga boraman. Shu bilan keyin uyga. 실제 지원할 때를 보면 Tak. Bu menimcha maksimal bir kunlik o'qish study vlog bo'ldi deb o'ylayman. Chunki o'zi 3 ta darsim bor. Bundan boshqa darsim yo'q, boshqa nima qilib bera olaman? To'g'rimi? Shu tomoni ham bor. No da endi ham aniq bo'ldi, o'sha kunim 100% tugadi. Men o'qish kunim o'sha bundan keyin hozir ishga ketishim kerak. Ishdan hozircha video olmayman. Endi boshliq ruxsat beradimi yo'qmi aniq emas-da, shuning uchun. Sizlar yozinglar, like bosinglar, podpiska keyin kommentda qo'llab quvvatinglar. Xullas, shu video qancha? Shu video 100 ta like bo'ladigan bo'lsa, men boshliqdan so'rayman. Ishxonada ham video olishdi, keyin ishdan ham bir kunlik vlog chiqaraman. Shuning uchun qancha ko'p aktiv bo'lsanglar, video shuncha ko'p chiqadi. Keyingi videolarda nima ko'rishni xohlaysizlar, albatta yozib qoldiringlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Sejong universiteti talabasini bir kunlik o'qish kuni tugadi. Balki yana vlog olarman universitetdan. No, qachon, qayerda aniq emas. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.